Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ism familiyangiz? Rahim Taqdirovich. O'g'it aka mashinasi keldi 25 million so'mga naqd pulga sotib oldingiz, to'g'rimi? Hamma joy masaka ko'rib tekshirib oldingizmi? Hamma joy tekshiruvda, hamma joy yaxshi ekan. Mana. Bo'lyapti. Faralari, danni bilishni. Ili pavorotlar. Avarenkasi. Signal. Mana ventilyator qo'shimcha. Signal radiatorli. Yurishlari. Mana tagida zapaslikka baloni bor aka. Resollar ham baquvvat. O'sha bayan tunda yukka bemalol moslashgan. Mayallari keyinchalik mana simlar, mana simlar chiqqan simlarni iloji bo'lsa o'zingiz uyga borgandan keyin ikkovini ham izlantirib qo'ying. Ya'ni uyku bir-biriga tegib qolsa, birini qatl kuydiradi. Keyin farlarni simlarni kuydirish mumkin. Bunda bor. Bu yerda bor qo'shimcha fara o'rnatish uchun. Qo'shimcha fara o'rnatish uchun ikkalasini ham faqat ikkalasini. Ikkalasini qilib qo'ysangiz yoki faqat mana buni o'zini qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni jigar rangda o'zini qilsangiz bu plus. Bu minus, hademga minus. Bunda ziyoni kuzovda ham minus bor-ku. Shuni hisobida. Qo'shimcha fara o'rnatmaymiz shu yerga. Endi shu ham yetar, endi ko'pchilikka, masalan, qo'shimchasi mana kaskalari bor. Bu rezinlarni uyga borib qo'yasiz. Hozir tushib qoladi aka. Yo'llar tekis deydi. Mana bu yerda damkrat, balon ключ, komplekt idishlari. Mana komplekt idishlari. Kaskar ishida cho'g'imani olib, tog'olar boshda. Boshda tog'ib ketadi-yu. Tog'ib ketadi. Endi ana holati bor. Ertaga akalarga uyga olib borib berishadi, shofirlar. Mana kaskasi. Qancha bu antifriz ketadi nimasi? 5 litr antifriz ketadi aka bunga. 5 litrdan ziyat. Yo'q, solingan. Bu yerda masalan hozir 2 litrda ko'rinayotgan bo'lsa, polni ishlanglar va radiatorda o'zi 3 litr bor. Ha, bu tepagacha to'g'ri. Bu tepagacha, faqat mana yurgizgan payti avtomatik bu yoqqa berib turadi. Mana bu yoqqa o'tyapti, ko'ryapsizmi? Endi u qanday o'tadi? Birinchi skor, ikkinchi skorda emas. 5-skorlarda gazlasangiz o'tadi. O'zi avtomatik mana bu yerdan quyib turibdi. 5 litrni yana 1 litrgacha solsangiz bo'ladi. Uni ziyat. Masalan 6 litrgacha solsangiz bo'ladi. Lekin 5 litr norma. Sizga mana yerda ko'rinib tursa bo'ldi. Shunday. Bu yerda bo'ladi, sirkulasi mana yurgizganda mana. Hozir yurgizaman. Mana avtomatik berib qo'yapti. Yurishlar mana shunisiga. Bu mana vazdishni nimalar aktyor bo'ladi nima? Qaysi? Vazn havo oladigan vazn. Ha, vozdixalar mana bu yerda. Vozdixalar mana ichkarida turibdi, bu tomonda. Mayli. Nimasi avton? Yo'q. U воздушный. Oddiysi bu, воздушныйsi bu. Avtolni, ya'ni ejdikini, boshqa masalalarni to'lab qo'ysangiz bo'ladi. Ular ancha yaxshi bo'ladi ham. Changda, masalan, changli hududlarda u yaxshi. Moyda mana shundan tekshirasiz aka. Shuncha misol bo'ldimi? Aha. Yo, ana qilib beraman. Bitta olib chiqing-da. Mana menga mana shuni esa tekshirasiz. Alo. Yopasiz danini. Bizlar hali bitta motor Mana shuni yopib, mana shuni yana qilasiz. Ochasiz. Tekshirasiz. Hozir mana to'la moy. Pasaysa moy sanaysiz, pastidan 3 ta 2 dan past bo'ladigan bo'lsa, kamayapti degan. U sizda masakinasi bo'lmaydi u narsa hali bu yerda. Hozirgi motor moy yeb qo'ygandan keyin bo'ladi. Kecha Instagramda o'tirsam, bitta videoni ko'rib qoldim. Bittasi skuter olgan 11 ming kilometrga zavodskiy moy bilan yuribdi-da. 11 ming kilometr. Necha kilometr almashtirish kerak?
Siz 1000 kilometrgacha, hozir avkatga vaqtda 1000 kilometrgacha to'lmat almashtirasiz. 4 metr? To'lmada. Har 250 kilometrda. 250 almashtirish kerak ekan. Aha, har 250 kilometrda. Masalan, 250 yurdingiz motor o'zini moyi bilan, undan keyin to'kib tashlaysizdan 10-40 keks solsangiz bo'ladi. Keks, manual. Bizlar motor kultivatorga keks solamiz. Keks solamiz. Bo'ldi, o'shandan bunga 1 litr 400 gram ketadi. O'sha 1 litr 400 gram solasiz. Shu boyagidan solinadimi? Mana shu joydan solinadi, mana bu yerdan to'kiladi. To'kilayotgan joyi bu yer. 17 golovka bilan ishlatasiz. Gaishni nakni bo'lmaydi. Golovka bo'lishi kerak. Nima uchun? Bolt o'ldirib qo'ysangiz, joyini lezvasini o'ldirib qo'yasiz-da. Bolt o'zi uncha-muncha bo'lmaydi, lezvasi o'lib qoladi. Keyin 1000 kilometrdan keyin har 1000 da almashtirasiz. Shuni moylarga qarash kerak. Har 1000 kilometr. Avkatga 1000 kilometrga chiqayotganda. Avkatga 1000 kilometrga garantiyamiz bor aka, servis xizmatimiz bor. Servis xizmat faqat uyda. Ya'ni shu yerga kelasiz, servis xizmat ko'rsatamiz. Masalan, uyingizda Zarbandda turibdi, hozir zaten siz 22 kilometr, 20 kilometr uzoqlik qilasiz. Masalan, telefon qilib, "Masigi buzilib qoldi, o'shqatib ket" degansizga o'zi bora olmaymiz. Olib kelasiz masalan, mana shu 3 oydan 1000 kilometr ichida. Masalan, 1000 kilometr 3 yilda yurolmasingiz mumkin, 3 oyda, 3 kunda yurishingiz mumkin-da. 1000 kilometrdan 1000 kilometr va 3 oy. Bugungi kundan 3 oy. 3 3 oyda 1000 kilometr yurmasam bo'ladi. Zavod belgilab qo'yilgan narsasi bu-da. Har 250 kilometrda keks yoki manualni solsangiz, o'shani solasiz, masalan, kilometrda har 1000 kilometr, masalan, 1000 ga yetdingiz, 1000 dan 2000 ga yetgansizda yana moy almashtirasiz. Yo'q, har 250 kilometrda almashtirish kerak deyapsiz-ku. Birinchi 1000 kilometrgacha. Birinchi 1000 kilometrgacha. Yuraman. Ha? Ichida 1000 kilometrgacha bo'ladimi? Ya bo'ladi bo'lishga, lekin zavodga moy qirindilar tushiradigan moy bo'ladi. Shuni hisobiga almashtirasiz. 250 dan. 250 ta. 250 ta almashtirib, keyin har 1000 kilometrgacha to'lmata almashtirsa, undan keyin har 1000 da almashtirasiz-da. 1000 gacha to'lmata almashtirgan. 1000 gacha to'lmata almashtirsa? 1000 gacha to'lmata almashtirib, 1000 kilometrdan keyin 3 marta almashtirasiz. 3 marta. Ha, o'zingidan tashqari 3 marta almashtirasiz. Undan keyin har 1000 da almashtirasiz. Masalan, 750 dan 1000 ga o'tdiz, 1000 dan keyin har 1000 da. Qolganlarga, olayotgan odamlarga, endi klientlarga nima deysiz? Tavsiya qilib qolamiz, men ham hamshiralarni ko'rib, shunga qiziq qolib keldik. Katta bo'ladi, jo'ra bo'ladi, qolgan. Yaxshi qolib, Ha. Qizil rangni yoqtish, qizil rangni olyapsiz. Ha, yaxshi. Bo'ldi, endi ertaga xudo xolasa. Elnurdagi o'g'lim bor, qizil yoqtiradi. Ha. Ertaga xudo xolasa ertalab soat 8 larga uyingizga bo'ladi. Bugun yomg'ir sababli shopir aytdi. Shopir ertalab deganiga ertalab olib beradi uyingizga. Bo'ldi aka. Uni 70 dan nimalar qiladi? Qaysi? Bo'l uni hozir uni qo'yib beramiz aka. Bo'ldi.